Bugün qanoatsizlikning nima bo'ladi-ku? Har bir narsaning timsoli bor-ku. Qanoatsizlikning bugun timsoli ayollarimizda bor. Ming afsus. Ilgarigi momolarimizdan nom nishon qolmadi. Urpoq ham qolmadi. Juda kam, anqoning urug'i desak ham bo'ladi. Qanoatsizlik shu darajada avjga olib ketdiki, erlarni faqat va faqat pul topishga, yaxshi yashashga chorlaydi. Haligi qo'shni darvozasini almashtirib qolmasin-da. Erining qo'liga qayerdan nima pul topib bo'lsa ham, bitta samolyotga chipta topib, yo Xorvatiyaga, yo Rossiyaga, yo Koreyaga yuborib yuboryapti-da. Hali Amerikaga zapret bor, bo'lmasa o'sha okeanning orqasiga uzatib yuboradi. Qanoatsizlik bu. Voy, mana bu yerda erkak kishining turishligi, farzandning bir tarbiyasiga sobit turishligi, bir uning uyda turishligi, nomahramning ko'zini tiyishligi, mana uyda shunaqangi bir ersiz ayol bor degan bir shunaqangi bir tamg'aga to'siq bo'lishiga, qo'rg'on bo'lishiga degan narsani umuman o'ylamayman. Yana eng bir jirkanchini aytaymi, kecha mana shu anchadan beri bir oilaviy suhbatlar jarayonida shunaqangi bir holatni kuzatyapmiz. Ayollarning orasida hozir beqanoat ayollar orasida Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam panoh so'ragan. Qanoatsiz ayoldan panoh so'ranglar degan. Panoh so'rash kerak. Mana shunaqangi bir beqanoat ayollar bor ekanki, yerim bilan yerga chiqsam, yosh qizlar orasida bor, turmushga chiqayotgan katta ayollarni endi nima qilib ketgan. Alloh urgan ularni. Aytayaptiki, yerda bitta farzand orttirib olsa bo'ldi ekan. Er kerak emas deydi. Undan keladigan aliment orqali mazza qilib yashayverar ekan. Kunlik tirikchilik o'tar ekanda, qolganini o'zi menga nima kerak deydi. Qanoatsizlik shu darajada chiqib ketganki, erga itoat degan narsaga toqati yo'q, qanoati yo'q. Uyda ro'zg'orda bir ozgina o'sha erini o'ndirib, o'stirib katta qilgan qaynonasiga bir ozgina shu oilada kattaroq ro'zg'or bo'lsa, 5-6 kishi yashaydigan bo'lsa, o'sha ro'zg'orda bir ozgina mehnat qilishga toqati yo'q. Lekin bu ayollar bilsinki, ularning hayoti ham, oxirati ham shu dunyo. Oxiratda biron bir nasiba yo'q. Biron bir jannatning huri aynlarning eng peshqadami bo'lishga ularning haqqi yo'q. Mana shunday hayotini ular arzimagan, o'sha biz aytgan yuqorida ko'rgan ijtimoiy tarmoqdagi 1 minut, 2 minutlik havasning ichiga to'la bo'lgan video roliklarga almashtirib, shunaqangi hayotni o'zlariga lozim ko'ryapti. Ming afsus, ming afsus. Bunaqa qanoatsiz ayollardan Alloh asrasin.